Yoshligimda rosa sho'x bola bo'lganman. Yosh bolalarni bir-biri bilan urishtirardim. Laqabim Danavayt bo'lgan. Aka, o'qishga ketdim. Yaxshi yetib ol. To'xtachi. Ha? Singlim bilan urishasan? Nima urishaman? Keningdan qo'rqasanmi? Nima deganingiz bu? Kipriklaring yarashmas ekan, keling. Voy, endi sizga kiprim tegayaptimi? Yarashmagan deydi. Voy, o'zingiz basharangizga qarang, chiroyliman deb o'ylayapsizmi? Mana yaqinroq kelib gapir. Voy, Bitta ajratib olaman. voy, uzr quda, urushib ketib qolishibdi. Yo, mayli, hech qisi yo'q, lekin rosa yomon uribsizlar-da. Uni rosa yomon uribsizlar deyapti. Ikkiga bir urganga chiqaryapti, tuhmat ketdi shu-yerda. Voy, quda, og'zingizga qarab gapiring, bular o'zaro urishgan. O'chirchak kiyginni qizimni chiqishtirmaganlar. Bitta tiqqa ajratib olaman. Voy, siz cho'tta tushunmadimsiz. Havo yaxshi bo'tda, xudo. Nima yo'rsatdi bular? Manerim chiroyli, manerim chiroyli durib ketishdi. Ay, chiroyli dedi. Ada sizni urib dedi. Nima? Eshitmadingizmi? Kim aytdi-yu? Bitta tiqqa ajratib olaman. Menga qara, Anvar.